Marg'ilon shahridagi Fargiz gilam bazasida biz qurilish ustasi nima qilyapti? Bitta tushirib gaplashaylik aka. Ko'taravering. Siz o'zi asli quruvchisiz. Ha, qaranglar, Fargizga kelganmiz. Bu Fargiz o'zi korxona narxida sotadi gilonni. Endi 20-dan 5-iyungacha, 20-maydan 5-iyungacha mega skidka qilib qo'ygan. Necha foizligini aytilmaydi, pastdan nomer qoldiryapmiz. Hozir bu filialimiz Termizda eng katta filial. Assortimentni ko'rib turibsiz, bunaqa respublikada kamdan kam bunaqa assortiment. Hattoki Xitoyda gilomni ham bor edi, bir kuni sotib olishibdi. Turkiya, Eron, Samarqand gilomlari bor aka. 5 esa katesh quraman dedingiz. Nima qilyapsiz bu yerda? Quruvchi odam nima qilyapti gilom bazada? Batta aka, hozir ko'ryapsizlar, xalqimizga manfaatli intervyu asossiz bir manfaatli intervyu bering, odamlarga ayting, optim narxda gilom olishsin. Xo'p, sizlarga albatta gilom zaril bo'lsa, 20-maydan 5-iyungacha optim narxda skidka va chegirmali holatda gilom sotilyapti ekan. Nima sabab skidka chegirma qilib yubordilar? Aka, sabab 4 yoshga kirdi Fargiz. O'shuning uchun mega skidka qilib qo'ygan. Lakachamiz mana Tirizdan kelishingizda o'ng qo'lda, Mosdan tushishingizda chap qo'lda Fargiz gilomlari bemalol kelaverasizlar. Batta o'zi korxona narxi dedi. O'zi sezon yaxshi ketyapti. Prosta 4 yilligini munosabati bilan mega skidka qilishdi endi 20-maydan 5-iyungacha. Birodar shuni taqqa jo'natdi. Xalq manzaqsin degan skidka bo'lyapti ekan, albatta kelaverasizlar.